Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Biz navbatdagi oshxona mebelimizni olib kelib, stanovka qilib bitkizdik. Bu oshxona mebelimizni Namanganning 3 tumaniga Islomobod qishlog'iga qo'ydik. Islom akam xonadoniga, xudo xolasa chiroyli qilib bitirib bo'ldik. Bu oshxona mebelimizni razmeri, narxigacha aytib o'tamiz. Videoni o'tkazmasdan ko'yinglar, xudo xolasa chiqarib borayotgan videolarimiz birinchilardan bo'lib ko'rib borasizlar. Videomizga like bosib, obuna bo'lib qo'yinglar. Xato kamchiligi bo'lsa, oldindan uzr so'raymiz. Videomizni boshladik. Bu oshxona mebelimiz razmeri derazani qirg'og'idan devor chekkasigacha 4-10 sm bo'lgan joyga tushdi. Balandligi 290 bo'ldi. Ashibka qilib to'sib berdik. O'zi mebelimiz bo'yi 270 bo'ladi. Bu oshxona mebelimizni kashtan akrildan ishlatdik. Mokri svetidan o'rtasiga oq kashtan firmani akrilidan ishlatdik o'rtasiga. Bu oshxona mebelimizni razmerlarni aytib o'tdik, bo'yini ham aytib o'tdik. Uyimizni burchagida kost borligi uchun xolodilnikni chekkasiga chiqarib yuborib, shu yerdan ham chiroyli qilib foydalandik. Oldi keng, orqasi to'rayib ketgan. Xona qilib berdik. Xolodilnikni ustigacha tumuncha qilib, havo aylanishi uchun atrofidan zazur qo'yib qo'ydik. Mikrovolnovkaga joy, tuz, quruq choylarga joyini qo'ydik. Gazlarini qo'yib berdik. Stanovka qilib, pechlari, havo tortadiganlarigacha mana ishlayapti, tepalarigacha. Aristonlari, suv montajlari tayyor ekan, ulab qo'ydik. Hammasi tushyapti ana. Oshxona mebelimizda original shushulkasi bor. Tevasiga tarelkalar, tagiga chinilar uchun. Tevada aristoni bor ekan, mana o'rab o'tib ketdik, chiroyli qilib. To'g'ri, issiq sovuq suv moykaga kelaveradi. Bu oshxona mebelimiz ichida moykasi bizdan bo'ldi. Simsikel xonadon egasi olib berdi. Magnitimiz, sochiq ilgichlarimiz, chiroqlarimizni qo'yib berdik. O'z quruq choy qo'yadigan cho'ntagimiz, ana mikrovolnovkaga bu joyimizda qo'shib soladigan patnislarigacha original shu shushulkasi, shu mebelni ichida keldi. Xonadon egasidan shu vitovoy texnikalar, kafellarni bosib qo'ygan edi. Qolgan narsalarni biz qilib berdik. Bu oshxona mebelimiz 1 pogona metrini 2.800.000 hisoblardik. Kafeli borligi uchun 2.700.000 so'mdan qilib berdik. 1 pogona metrini общий narxi 11 million so'mga olib kelib, Namanganning 3 tumaniga olib kelib o'rnatdik. Mana shu holatda. Plyumslarigacha germetiklar, mana chekkasigacha, kafellargacha qo'yib berdik. Moykalar chekkasi, gazlar chekkasigacha germetiklar qo'ydik. Mana shu holatda. Video davomida xato kamchilik bo'lsa uzr so'raymiz. Qo'ldan kelgancha qilib borayotgan ishlarimizni chiqarib boryapmiz. Yoqsa like bosib, obuna bo'lib qo'yinglar. Videomizni ulashib qo'ysalaring ko'pchilikka yetib boradi. Mana shu holatda mana. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar.